Ansorlardan 2 yosh yigit, Muos va Avf ibn Afrolar. Boyaga muborazaga yurib chiqqan 2 ta yigit. Bittasi 15 yashar, bittasi 16 yashar. Abdurrahmon ibn Avf aytadi, Abdurrahmon ibn Avf jang orasida deydi, jang ketayotganda o'ng tomonida bittasi, chap tomonda bittasi jang qilyapti deydi. Endi to'g'ri shug'ullangan, shijoati bor, lekin jangga birinchi marta chiqishi, tajribasi yo'q. Shuning uchun yoningda sal bir tajribasi borroq odam bo'lishini xohlarding deydi jangda. Bir payt deydi, biri qulog'imga pishirib qoldi. "Ey amaki, Abu Jahlni taniysizmi?" deydi. "Ha, taniyman" deydi. "Nima qilasiz uni?" desa, "Eshitishimcha Makka da payg'ambarimizga eng qattiq aziyat bergan Abu Jahl ekan" deydi. "Nima qilasiz uni?" desa, "Qatl qilaman" deydi. 15 yashar bola. Qo'shinni qo'mondonini mo'ljallayapti. Ozgina vaqt o'tdi, ikkinchisi shu gapini bu qulog'imga pishiradi deydi. Ya'ni rohatlanib ketdim shunday shijoatli bolalar orasida turganimdan deydi. Hech qancha vaqt o'tmadi-da, xuddi ko'p daraxtlar o'rtasida o'rmonda bir daraxt turgandek Abu Jahl ko'rindi deydi. Abu Jahl ko'rgandan keyin ularga qarab turib, "O, ana kishini ko'ryapsizlarmi?" dedim deydi. Ikkalasi ha dedi, "Shu Abu Jahl" dedim. Gapimni tugatmasdan turib ikkovi kamon o'qidek uchib ketdi oldiga. O'nga chopga urdi-da, borib turib Abu Jahl oldiga chiqib qoldi. Qo'shinni yorib o'tishdi. Unisi ham zarba urdi, bunisi ham zarba urdi, Abu Jahl yiqildi. Endi bu ikkisi qo'shinning o'rtasida qoldi. Abu Jahlda oldida turgan o'g'li Ikrimat ibn Abu Jahl Avfni qatl qildi. Endi Muoz esa jang qilib orqaga chekinib borar ekan,